Assalomu alaykum do'stlar. Mening ismim Samar. Bugun sizni sehrli joyga, Registonga olib boraman. Bilasizmi? Bu joyning yoshi 600 yildan ham katta. Keling, sirlarni birma-bir ochamiz. Qiziqarli fakt. Registon nimani anglatadi? Registon so'zi qumli joy degani. Tasavvur qiling, qadimda bu yerda qum bilan to'la katta maydon bo'lgan. Registonda 3 ta katta bino bor. Ulug'bek madrasasi. Bu yerda bolalar matematika va yulduzlarni o'rganishgan. Uni juda aqlli, hukmdor buyuk bobo kalonimiz Mirzo Ulug'bek qurganlar. Keyingisi Sherdor madrasasi. Ushbu madrasani o'sha vaqtlarda Samarqand hokimi bo'lgan Bahodir Yalangto'sh qurganlar. Peshtoqida quyosh ko'targan sher rasmi bor. Sher kuch, quyosh esa yorug'lik degani. Keyingisi Tillakori madrasasi. Ichkarisi oltinday yarqiraydi, go'yoki ertakdagi saroy. Registon juda mashhur hisoblanadi. Uni hatto UNESCO ham himoya qiladi. Demak, bu joy butun dunyo uchun qadrli hisoblanadi. Registon bu oddiy joy emas. Bu ilm, kuch va sehr yashaydigan joy. Men Samar. Keyingi sarguzashtlarda yana bir sirni ochaman. Siz ham men bilan bo'lasizmi?